Assalomu alaykum yurtdoshlar. Markaziy dehqon bozorimiz gipermarket yanında 2 kanal kvartira sotib chiqdi, 3-etajda joylashgan. Barcha jihozlari bilan. Qani ketdik, ichkari qismini tanishib chiqamiz. Kuzatish davom etinglar, like'larni bosinglar. Bomba tochkadamiz do'stlar. Maktab, bog'cha, suv, svet, gaz muammo yo'q. Qani ketdik. Do'stlar, kvartiramizga yetib keldik. Girish eshiklar, ucheplyonli eshiklar qo'yilgan ekan. Bismillah deb ichkari qismini obzorni qilamiz. Like'larni bosib beringlar do'stlar. Girganimiz keng tushgan bo'ladi. Laminatlari alohida tema, dizayni chotki tuzilgan. Вообще hech qanday naложение qilib o'tirmaysiz. Inshaalloh kelib to'g'ri yashab ketaverasizlar. Eshiklari ham o'zini ochib turibdi. Qimmatbaho stilli sifatli eshiklar qo'ygan. Girish qismida yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin. Prixожий mebel o'ng tomonga tashlangan. Avtomatlarimiz esa Euro sxemada super mo'ysha bo'ylab tortilgan stil bilan. Sanuzel, spalnya do'stlar. Aynalar ham katta, bu yoqda oshxona, veranda, bu yoqda zalimiz bo'ladi yurtdoshlar. Daborlar ham ishlangan. Bu yerda mana komodlar ham o'rnatib qo'yibdilar. Laminatlarni maqtab o'tdik, ko'rishingiz mumkin yurtdoshlar. Alohida tema, zo'r laminatlar o'rnatib qo'yibdilar. Tak, zalimiz. Zal katta, keng. Bu domlar o'zi sifatli qurilgan domlar, bilasizlar. Kirpishli dom, isitish tizimlari bu yerdan tashalgan. Buralari, bu yerda do'stlar konditsionerlar, mягкий mebellar eng sifatlisi, qimmatbahosi tenda раскладной vajlarni qo'ysa bo'ladi. В общем, bu yerdan pardalarni asib qo'yibdilar. Bu yerda mebellarimiz, ya'ni postavkalar stilni tanlangan, televizorimiz yurtdoshlar. Eslatib o'tamiz, barcha jihozlari bilan. Endi bir-ikki narsasi bor, xolodilnik nelarni olib ketadilar. Bu yerda 2 xolodilnik ketadilar. Verandamiz do'stlar, утепление qilingan, izolyatsiya qilingan. Aqua plastik ramolam sifatlisi, registrlar ham mana isitish tizimlari. Bu yerda uголок mebel do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mягкий uголокlarimiz. Patologlarni ham ishlab qo'yibdilar, освещениялар bilan. Tak, isitish tizimine keladigan bo'lsak, hamisha maqtimiz eng zo'ri deb Airfil kompaniyasiniki, Airfil zo'r bo'ladi. Ya'ni kuxnyamiz. Kuxnyaga keladigan bo'lsak, yurtdoshlarni, kuxnyani ham kompaktniy, lyuks etib qo'yibdilar. Ko'ringlar do'stlar. Bu yerda kuxonniy garnitura, полный komplekt. Tak, kafel fartuklar urilgan, gaz plita, vычишкasi bundayni. Yurtdoshlar, e'tibor beringlar, chunki joyimizda bir yashash uchun sharoit qilingan, ya'ni kelib to'g'ri yashab ketaverasizlar, xudo xolasa, inshaalloh joyimizda pul расход etib o'tirmaysizlar. Теплый пол qilingan, bu yerda koridor, sanuzel, kuxnyaga, в общем, veranda ham chiqarilgan ekan. Kuxnyani aytib o'tdik, laykini so'rab turibdi, bu yoqda spalnyamiz. Bu yerda aynalarni qilib qo'yibdilar, katta oynalar, chiqchakda polni kiyimlaringiz bilan qarab ketaveradi. Bu yoqda sanuzel yurtdoshlar, beram shunday sharoitda maksimalniy daraja Ariston yaxshisidan o'rnatib qo'yibdilar, unitaz, теплый pol, kafellar, yana chiroyli dizaynda. Bu yerda kir mashina avtomat do'stlar. Rakovinasi отдельно o'zining portishkasi bor. Bu yerda katta vannasi yurtdoshlar. Kelinglar, ko'ringlar. Eshiklarni aytib o'tiribmiz. Eshiklarim alohida tema. Qimmat eshiklardan qo'yganlar o'zini yashashi uchun barcha sharoitni qilgan ekanlar do'stlar. Konditsioner girgandan spalnyamizga dim kerak narsa, mebelimizga to'xtalamiz. Qoladi do'stlar. Aytib o'tdik, barcha jihozlari bilan dim sifatli mebellarni olganlar o'zlarini. Tak, bu yerda televizorimiz ham bor ekan, yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin. Patologlar ham e'tibor bersangizlar, Hightech uslubundan foydalanilgan, svetlarni ko'rib turibsizlar. Eshik bilan chotki dizaynda pardalarni asib qo'yibdilar. Registrlar isitish tizimi. Aynan eng qiziq yeri laminat hamiri sifatlisidan. Chishib qolmaydi, to'g'ri ko'pirtirib sirib olaverasizlar. Like'laringizni kutib qolamiz. Narxini keladigan bo'lsak, ekranda yozdik do'stlar. Yaqinlar ulashib qo'yinglar. Inshaalloh ushbu xonadonimiz obunachilarimizdan birine nasib etki. Salomat bo'ling, keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.